Assalomu alaykum. Amakimizlar to'g'rilarida gapirib bermoqchi edim. Qaynotamizlar. Ziyoli odam bo'lganlar, vrach, juda iqtidorli odam edilar, rahmatli. Juda ko'p joylarda ishladilar. Kasalxonalarda, speed markazida ishladilar oxirgi paytda. Endi ko'pchiligiga o'xshab bularni niyatlari o'sha pensiyaga chiqsam, keyin ibodat qilaman degan ma'noda edi-da. O'zlari juda rahmatli, yaxshi odam edilar. Aniga ishlari ko'pligi sabablimi? Endi asli sabab istamaslik kerak ibodat qilgani. Endi yanayam baxtli inson ekanlar. Haqiqatda pensiyaga chiqdilar, umraga borib keldilar. Chiroyli ibodatlarni qilishga ulgurdilar-da. Shunaqangi yanayam yaxshi bo'lib qoldilar. Yumshoq ko'ngil. Hajga borganda juda ko'pchiligiga sovg'a salom. Haliyam joy namozlarida namoz o'qib turamiz. Iloji bo'lganda duolarni qilib turamiz. Endi bu narsa mayli bularga nasib qildi. Ko'pchilikka nasib qilmaydigan narsa-da bu. Shunga pensiyaga chiqsam uni qilaman, pensiyaga chiqsam buni qilaman deb orqaga surmasligimiz kerak-da. Hech kimdan, bandasidan qarz bo'lmaylik. Alloh taolodan ham, namozlardan, farz amallardan vaqtida ro'zamizni tutib, ibodatimizni qilib olsak, har kim yoshligini eslasa kerak. 50ga kirganda ham 3 yoshligidagi bo'lgan voqealarni esida turadi. 3 yoshgacha esdan chiqarkan-u bir pasda vaqt o'tib ketyapti-da, umrimiz o'tyapti. Shunga ibodatimizni qilib olaylik, suravermaylik. Shunaqa.